oxirgi payt o'zinglarni postoyanno charchagan his qilishinglar yoki kayfiyat tez o'zgarishi, asabiy bo'lish, aytadi-yu, yurak tor bo'lib ketishi, 6-7 soat uxlasanglar ham uyquga to'yinmasdan turish, soqol siyraklashishi, uylangan aka-ukalarimizda jinsiy xohish keskin pasayib ketishi bu testosteron tushib ketganini bitta belgisi bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, meni ismim Zafar. Men 2008-yildan beri natural sport bilan shug'ullanib, o'z faoliyatimni olib boraman. Instagramda meni Zafar Jalolov nik ostida tanishinglar mumkin. Bu yog'iga YouTube platformasida dolzarb mavzularni batafsilroq yoritib boraman. Agarda sizga qiziq bo'lsa, obuna bo'lishinglar mumkin. Bugungi videoda shu mavzularni ko'rib chiqamiz. Nima uchun testosteron pasayib ketadi? Qanaqa qilib analiz topshirilishi kerak? Tabiiy yo'l bilan testosteronni ko'tarsa bo'ladimi? Воздержание, ya'ni jinsiy tiyilishga foyda yo zarari bormi? Qaysi qo'shimchalar haqiqatdan yordam beradi testosteronlarni ko'tarishga va oxirgisi GZT, ya'ni gormonozamenяющая terapiya kerakmi yoki yo'qmi? Shu to'g'risida bugun suhbat olib boramiz. Kelinglar asosiy mavzuni ko'rib chiqamiz, ya'ni nimaga erkaklarda testosteron tushib ketadi? Testosteronga oddiy nazarda qarash kerak emas. Bu erkakni erkak qilib turadigan asosiy gormon bo'ladi. Lekin hozirgi paytda juda ham ko'pchilikda bu tabiiy ravishda tushib ketyapti. Nimaga tushib ketyapti va buni sabablari nimadan? Ko'rib chiqamiz. Birinchisi uyqusizlik. Uyqusizlik nafaqat testosteronni, balki hamma inson organizmidagi gormonni buzilishiga olib kelishi mumkin. Shunga sog'lom organizm, sog'lom odam kamida 6-7 soat uxlashi kerak. Ikkinchisi bu albatta stress, ya'ni odam stress holatida kortizoli oshadi. Kortizol to'g'ridan to'g'ri testosteronning asosiy dushmani deb hisoblanadi. Shunga stress holatlarida testosteron tushishi ham kuzatiladi. Uchinchisi ovqatlanish. Hozirgi noto'g'ri bo'lgan ovqatlanishlar, har xil gazli shirin ichimliklar, energetiklar va hokazolar testosteronni to'g'ridan to'g'ri tushirishi mumkin. Testosteronni yaxshi ushlab yurish uchun qanaqa ovqatlanish kerak? Bunda oqsillar, to'g'ri yog'lar, uglevodlar balans bilan kelishi kerak. Va to'rtinchisi harakatsizlik. Ko'pchilik o'tirib ishlaydi. Oldingidek qo'l mehnatlari yo'q, yer chopmaydi va hokazo jismoniy harakatlar qilmaydi. Shunga o'tirib ishlaydiganlarda yog' to'planadi, yog' testosteronlarni estrogenga aylanishiga sabab bo'ladi. Beshinchisi bu albatta sal uyatliroq mavzu bo'lsa ham aytib o'tishim kerak, bu pornografiya ko'rib o'zini o'zi qoniqtirish. Ayniqsa uylanmagan yosh yigitlarimizda. Bu nimaga olib keladi? Bu miyada tabiiy dopaminni buzilishiga, ya'ni haddan tashqari stimulyatsiya va odamning o'zini ichki energiyasi kamayishiga. Bu to'g'ridan to'g'ri testosteronni pasayib ketishiga sabab bo'ladi. Sizlarda testosteroninglar balandmi, pastmi, buni bilishni eng oson va yagona yo'li bu laboratoriyaga borib analiz topshirish kerak. Qanaqa analiz topshirish kerak? Qachon, nima, hammasini hozir batafsil tushuntirib o'taman. Qachon topshirish kerak? Analizning eng to'g'ri natijasi och qoringa ertalab soat 7 dan 10 gacha bo'ladi. Analiz paytida nafaqat testosteron, balki ketma-ketlikda bir nechta gormonni aytib ketaman. Bu svobodniy testosteron, keyin общий testosteron, LG, FSK, GSPG va prolaktinni albatta tekshirib ko'rishinglar kerak. Analiz topshirishga tayyorlanishga keladigan bo'lsak, topshirishinglardan 2 kun oldin og'ir sport bilan shug'ullanmaysizlar, stress bo'lmaydi, spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini iste'mol qilgan bo'lishinglar kerak emas. Analizlarni qayerda topshiraman deyotgan bo'lsanglar, endi Instagram tarmoqlaridami yoki boshqa tarmoqlardan o'zingizlarga yaqin bo'lgan laboratoriya, lokatsiyasi to'g'ri keladigan laboratoriyani tanlasanglar bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, bu где-то hozir 300 mingdan 600 minggacha bo'lishi mumkin. Mana shu общий hamma gormoniylar. Aytaylik, yuqorida aytib o'tgan belgilarim sizlarda kuzatilyapti yoki analiz topshirgandan keyin testosteroninglar ozgina pastroq chiqdimi, buni uy sharoitida tabiiy yo'l bilan qanaqa qilib genetический pikka, ya'ni o'zinglarni testosteroninglarni ko'tarishi yo'lini ko'rib chiqamiz. Uyqu. Boya aytib o'tganimdek, uyqusizlik qanday testosteronlarni tushib ketishiga olib kelsa, sog'lom uyqu testosteronlarni ko'tarishiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni sog'lom uyqu deganda nima kiradi? Bu telefon, kompyuter, televizor hammasidan xalos bo'lgan holatda salqin, qorong'i xonada 7-8 soat uxlash testosteronlarni ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, sport. Sport bilan shug'ullanish testosteronni ko'taradi. Nafaqat sport bilan shug'ullanish, balki jismoniy harakatlar. Bunga sizlar обязательно qimmatroq zalga borib yoki bu sport bilan shug'ullanishinglar
shart emas. Kech payt piyoda yurishinglar, отжимание qilish, bryus, turnik, приседание, выпады, uy sharoitida ham sport bilan shug'ullanishinglar mumkin. Endi sport testosteronni ko'tarar ekan deb har kuni o'zinglarni o'ldirib olib shug'ullanishinglar ham kerak emas. Albatta, tiklanish ham juda ham zarur bo'lgan omil. Uchinchidan, ovqatlanish. Boyiga birinchi, ikkinchi punktlar qanday zarur bo'lsa, ovqatlanish ham juda ham zarur. Testosteronimizni yuqori darajada ushlab yurishimizga aytib o'tganimdek, noto'g'ri ovqatlanishlar, har xil yomon ichimliklar testosteronimizni tushishiga sabab bo'ladi. Shu jumladan to'g'ri ovqatlanish, oqsilga boy ovqatlar, to'g'ri yog', uglevodlar, to'g'ri uglevodlar, vitaminga boy bo'lgan mahsulotlarimizni testosteronimizni yuqori darajaga o'zimizning testosteronni olib chiqishga katta sabablardan biri desak ham bo'ladi. To'rtinchidan, stressni boshqarish. Boya yuqorida aytib o'tganimdek, stress qanday testosteronlarning tushishiga olib kelsa, undan xolis bo'lish testosteronlarning ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkin. Stressni boshqarishga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda sizlarning asabiylarni buzadigan narsalardan uzoqroq bo'linglar. Ikkinchi o'rinda boshqarishga keladigan bo'lsak, toza, ochiq havoda sayr qilish, dam olish va oila davrasida ko'proq vaqt ajratish. Ya'ni sizlarni xursand qiladigan narsalar bilan ko'proq mashg'ul bo'linglar, nejili sizlarni asabiylarni buzadigan narsadan ko'ra. Beshinchidan, qo'shimchalar, sport qo'shimchalari deydigan bo'lsa, ya'ni badlar. Testosteronlarni tabiiy yo'lda ko'tarishga yordam beradigan badlardan asosiylari vitamin D3, K2 bilan ashvaganda, sink, magniy va L-argininni iste'mol qilsanglar bo'ladi. Albatta, sifatli, yaxshi brendlarni tanlashinglarni men sizlarga maslahat beraman. Oltinchidan, behayo video, ya'ni pornografiyalar. Hozirgi zamonda internet juda ham rivojlanganda, juda ham yengil dostupniy bo'lgan bunaqa videolardan tiyilishni maslahat berardim. Bu nafaqat sizlarning testosteronlarni tushib ketishiga, balki psixikalarni buzilishiga ham olib kelishi mumkin. Gormondan tashqari chista shaxs sifatida sizlarni buzib ham qo'yadi. Xullas, xulosa shuki, testosteron bu sizlarning hayot sifatingizga, hayot tartibingizga chambarchas bog'liq bo'lgan narsa. Ya'ni sizlar vaqtida to'g'ri uxlab, to'g'ri ovqatlanib, yomon odatlardan xalos bo'lib, to'g'ri hayot kechirsanglar, testosteroninglar o'zi avtomatik baland bo'lib yuradi. Bu organizminglarning ishi, u o'zi ishlab chiqaradi. Sizlar bu yerda aralashishinglar ham shart emas bo'lib qoladi. Kelinglar endi sizlar bilan barcha trenerlarga keladigan og'riqli testosteron haqidagi savollar to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Birinchisi va eng asosiysi, protein testosteronni tushiradimi yoki u jinsiy zaiflikka, bepushtlikka olib keladimi? Yo'q, bu aslo unaqa emas. Protein so'zini Google'da tarjima qilsanglar, oqsil degan so'z keladi. Bu prosta inglizchadan olingan, u perevodi oqsil so'zini. Proteindan oqsil sifatida foydalaninglar bo'ldi. Umuman cho'chimanglar, boshinglarni boshqa qotirmanglar ham bu borada. Ikkinchidan, testosteronni faqat dori bilan ko'tarsa bo'ladimi? Yo'q, yuqorida aytib o'tdim, testosteronni tabiiy yo'llar bilan qanaqa ko'tarish mumkinligini o'shandan foydalanib bemalol o'zinglarning testosteroninglarni boya aytganimdek genetический piklarga olib chiqsanglar bo'ladi. Genetический pik deganda nimani tushunishinglar mumkin? Misol aytadigan bo'lsak, bitta odamni genetический piki n summada tushuntiraman, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun 10 desa, ikkinchi odamniki 7 bo'lishi mumkin. O'sha o'zini 10ga olib chiqa oladi bu o'zini 7siga olib chiqa oladi, undan baland emas. Uchinchidan, testosteroni ko'p bo'lsa tajovuzkor, darg'azab bo'lib qoladimi? Yo'q, bu albatta unaqa emas. Testosteroni ko'p odam o'ziga ishonchi yaxshi bo'ladi, nastroyeniyasi zo'r bo'ladi. Bitta ishda lider bo'lishga, aytaylik, boshqaruvchi bo'lishga harakat qiladigan odam bo'ladi. Aksincha, testosteroni past odam ko'proq stressga uchraydi. Testosteroni baland odam hech qanaqasiga tajovuzkor bo'lmaydi. U nabarot mehribonroq, oilaparvar, yaxshi aytganimdek erkak bo'lib yuraveradi. To'rtinchidan, har kuni og'ir mehnat, sport testosteronni pikka olib chiqadi. Bu sportni, ya'ni masala sportda boya aytganimdek testosteronlarni ko'tarilishiga sabab bo'ladi, lekin haddan tashqari jismoniy yuklanishlar, jismoniy mehnatlar nabarot aksincha ishlashi mumkin. Ya'ni uyqusizlikka olib kelib, testosteronlarni ozgina tushishiga olib keladi.
30 yoshdan keyin testosteronni ko'tarishi iloji yo'q. Yo'q, bu albatta mif, o'zi savolni o'zi mif-ku. To'g'ri turmush tarzi, to'g'ri hayot kechirgan insonda 30 yoshida ham 20 yosh paytidagi testosteroni yuqori bo'lib yurishi bu oddiy holat. Xullas, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, testosteron bu nafaqat sizning jinsiy xohishingiz yoki mushaklaringiz katta bo'lishi emas, bu общий hayotiy energiyangiz degan bo'ladi. Testosteronni baland yoki past qilib yurish avvalambor o'zingizlarning qo'lingizda, ya'ni hayot tarzingizlarni yaxshi qilib yursanglar, u sizlarni hech qachon podvodit qilib qo'ymaydi va pikda, yuqori urovenda yuradi. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'yinglar va kommentariyada yozib o'tinglar qaysi mavzuni olib chiqsam sizlarga foydali bo'lardi. Balki keyingi videolarimda именно sizning kommentariyangiz bo'yicha sizga yoqqan videoni yoritib chiqaman. Men nafaqat testosteron bo'yicha, balki to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri trenirovka qilish, sog'lom turmush tarzi bo'yicha ham Instagram va Telegram kanallarimda blog yurg'izaman. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, pastda opisaniyada silkalarni qoldirganman, havolalarni bemalol o'tib, obuna bo'lib kuzatishingiz mumkin. Hammaga a'lo kayfiyat. Keyingi videolarda sizlar bilan yana diydor ko'rishguncha xayrlashamiz.